Yangi paydo bo'layotgan hayot rivojlanishini kuzatish juda ham maroqli. O'zaro urug'lantirilgan ikkita hujayra tinimsiz bo'linib, shakllanish, rivojlanish harakatida bo'ladi. Kundan kun u o'ziga suyuqlik yig'ib, ochila boshlaydi. Va rivojlanishini 5-kuniga kelib, u blastotsisti deb nomlanadi va ma'lum ko'rsatkichlari asosida baholanadi. Mehr va e'tibor bilan blastotsistaga qaralsa, uni tarkibida ichki hujayralar to'plami degan zonani ko'rish mumkin. Aynan shu zonada aslida homila rivojlanib shakllanadi. Shuningdek, uni atrofida halqa bo'lib tizilgan hujayralarni ham ko'rishimiz mumkin. Va bu trofoblast hujayralar deyiladi. Ulardan keyinchalik yo'ldosh shakllanadi. Genetik tekshirish uchun blastotsistani homila qismidan emas, aynan yo'ldosh shakllanadigan qismidan bir nechta hujayralar alohidalanadi, bu biopsiya deyiladi va shu qismini o'zigina genetik laboratoriyaga yuboriladi. Natijada embrionni zararlanish ehtimoli nihoyatda kam bo'ladi va u genetik javobni o'z idishchasida embrion laboratoriyada qolib siz kabi kutadi. Ammo hech bir baholash tizimi yoki tekshiruv aynan qaysi embrion albatta tug'ilishini oldindan aytib bera olmaydi. Tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, ba'zida mukammal deb topilgan embrionlar hatto homiladorlik bermaydi. Ba'zida esa o'rta yoki past sifatli deb topilgan embrionlar ona qornida muvaffaqiyatli rivojlanib ketadi. Aslida embrion uchun ona bachadoni eng zo'r joy va u ham transfer kunini menimcha intiqlik bilan kutsa kerak. Embrion transferni kutayotgan bo'lajak onalarga esa embrioningiz sifatidan qat'iy nazar gumonlardan xoli bo'lib, uni eng kuchli, eng tirishqoq ekanligiga ishonch bildiring va u albatta bachadoningizda 9 oyga siz bilan qoladi.